Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videoda bizlar konstitutsiya haqida so'rashayotgan bo'lamiz. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi, Qoraqalpog'iston Respublikasining konstitutsiyasi, konstitutsiyaning o'zida qachon bo'lgan, eng dastlabki konstitutsiyalar qachon bo'lgan, so'lar haqida bugun suhbatlashayotgan bo'lamiz. Eng dastlabki konstitutsiyalarning bir bizning eramiz hujumga 18-asrda Bobil mamlakatida bo'lib o'tgan. Bu konstitutsiyani Hammurapi ishlab chiqqan. Bizning eramiz hujumga 1724-yilda yozilgan bu yozuv 282 statiyadan iborat. Odan keyingilar Gretsiya ham Rim konstitutsiyalari. Bizning eramiz hujumga 6-5-asrda Afinada eng dastlabki konstitutsiya qabul qilingan. Bugun salon nizomlari bizning eramiz hujumga 594-yili tikar solgan. Bizning eramiz hujumga 5-asrda bo'lsa Rim respublikasida yangi konstitutsiya paydo bo'lgan. Ya'ni bu 12 jadval qonunlari deb ataladi bu. Buni Lex Dukesin Tabulion o'ylab topgan. Qoraqalpog'iston Respublikasining konstitutsiyasi bu Qoraqalpog'iston Respublikasi o'zi O'zbekiston Respublikasi mamlakatni suveren mamlakat deb hisoblanadi. Mamlakat xalqi hokimiyatchiligi negizgi turida yashaydi. Inson huquq va erkinliklari mamlakat tomonidan qo'rg'oniladi. Mamlakat hokimiyatlari tarmoqlari nizom chiqaruvchi, atqaruvchi ham sud hokimiyatlari bo'lib 3 turga bo'linadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasining munosabatlari ayirishga kelishilgan nizomlar negizida belgilanadi. Keyingisi bu O'zbekiston Respublikasining mamlakatlik konstitutsiyasi bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi 1992-yil 8-sentyabr kuni qabul etilgan. O'zbekiston Respublikasining oldingi konstitutsiyasi 6 bo'lim 26 va 128 stadiyadan iborat bo'lib hisoblanadi. Video bitti, hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan birgalikda Davlat Aliyev Nurlibek bo'ldi.